Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Saasfe degan bir tog'liq kentda. Bu kent naytimi bir chiroyli kichik mushu Alps tog' tizimlarininki o'ttirsiga joylashgan kichikli bir bir o'moq bir tog'liq kent. Bu yerga davomli kelmayman, lekin har bir qaytim kelgan vaqtimda shundoq yaxshi ko'rib, chanqa deyilman, ancha-muncha o'rmonlikning ichida mangaman, bekli yaxshi ko'raman. Shunga bu qaytim kelgan vaqtimdagi ko'rgan go'zal manzarlardan biroz video tayyorlab huzuringizga sundum. Hatta ikkiga bo'ldim. Oldin qaytimliq programmamızda belki köydünler. Bu qitimmi yana aldınqı programmada yok manzarlardan biraz huzuringizga sunaman. Xo'sh, havo sal sovuqroq, shuningdimi? Xalida Isroil Abbayning Ufuqdagi izlar nomli asarining bir bo'limini mushu Saasfedagi o'rmonlikning ichida o'qib beray dedim. Şunlaşqa qo'llarimda pa'lay. Aql emsa başlavatdiq. Appayning asarlarini bekmi yaxshi ko'raman. Şunlaşqa biroz muzlash hech vaqasi yo'q. Shundaq qilib, ha? Sizlar muzlab ketmasanglar alam. Shundaq qilib o'sha kelgan tiqo deyman, ha? Başta hipalay. Qadimiy shahar Xotanning kuz oylari sehri kuchga intayin boy edi. Xotan xalqining yerlik shevilari, so'z ohangi, o'zgachilikka ega ko'cha bozorlari, erlarning ajoyib yo'g'on, keriya ayollarining ajoyib kichik talpaklari bizga bekmo qiziqarliq yengich to'yildi. Biz bara-bara bu alayliklarning ichiga singib ketdik. Bo'libmi bolalarim tezlikda yerlik kishilardekla bo'lib ketishdi. Men Xotandimi madaniyat, ma'rif, sahiya, ommaviy tashkilotlar xizmatiga mas'ul bo'lib ishildim. Dastlabki yillari maktablarga berib, dars anglab, doktorxona, madaniyat o'rinlarini ko'zdan kechirib, xizmat doiram bilan tanishdim va uzoq o'tmay dadillik bilan xizmatga kirishib ketdim. Özüm uzun yıl o'qituvchilik qilgan bo'lg'ashqa, o'qituvchilarning turmush, xizmat ishlariga ko'ngil bo'latdim. Bo'libmi bir qism ayol o'qituvchilarning turli qiyinchiliklarni hal qilib ishiga yordamlashgan edi. Men quruq gapni jiqqiladigan, amaliy xizmatda bo'shang, mas'uliyatsiz kishilardan emas edim. Qo'l ostimdagilarga talabni qattiq qo'yatdim. O'zimmi tutgan ishimni oxiriga elib chiqishga tirishatdim. Masalalarni kaskin bir taraf qilatdim. Gap so'zim oshkora tuz edi. Ichimda ortiqcha cho't so'qib, kishilardan hazar aylab yurmaydim. Shunga ba'zida o'ngishsizliklarga, o'ch elishlarga uchrab turatdim. Madaniyat zo'r inqilobining oldidagi bir necha yilda sotsialistik ta'lim-tarbiya xizmatiga qatnashdim. O yıllarda yetib qo'pish, yemek-ishmakda dehqonlar bilan birdek bo'lish qattiq ta'kidlangachga, dehqonlarga o'xshash zag'rinan yeydik. O'mach, shungutmaq, yobdan ichatdik. Shungutmaq degan tamoqni men bilmaydiganman. Bildiganlar askartib yozib qo'yasizlar, ha? Dehqon ayollar menga hesdoshlik qilib, o'g'irliqcha gula, jigida, yang'oq degandek narsalarni yanchiqimga selib qo'yatdi. Ularning do'stligi menga nihoyatda zo'r ruhiy oziq bo'ladi. 1965-yili Xotanda xalqaro aerodrom qurilib, markaz rahbarlari chet ellarga berish, kelish safarida Xotandan o'tadigan, Xotanda bir necha kun turadigan bo'ldi. Davlat raisi Liu Shaoqi ayoli Wang Gongmei xonim bilan 1900
1965-yildagi Qurban Hayitda xotanda edi. Ular o'zlari xohlagancha shahar ahallarining uyini haytladi. O yerdan qaytib bizning uyga keldi. Hammamiz ularni qizg'in kutib oldik. Uyimizda bir necha soat ko'ngillik o'ltirib g'izolandi, biz bilan suratlarga tushdi. Bon, uyalarni sal qisqartib o'tib ketay. Shu yillari Joinlay Zonglaymi xotanga bir necha qitim keldi. U har qitim kelganda xotandagi rahbariy kadrlarni qabul qilib, xotanning ahvolini egallaydi. Mayanimi o'tkazib o'tay. Hayotda to'la hollarda xo'shallikqa qayg'u, baxtga baxtsizlik hamroh bo'ladi. Baxtsizlik doim bizning eng tayyorliqsiz vaqtimizni tanlab yetib keladi. Shunga u bizni hassilab azoblaydi. Har xil kechirmishlarga to'lgan 1965-yilining oxirgi oyida bir kechasi qarab esib uyg'onib ketdim. Tushimda balaliq vaqtlarimni, yapchandagi uylarimizni ko'ribdim. Dadam qandaqdir bir ishqa qattiq achchiqlanib, enimni bir tasdak saptidek. Menimi urmoqchi bo'lib, qo'lini ko'tarib bo'lib, to'xtab qolgudek. Tushning vahimasi bilan yurakim gupildab so'qib, xeligacha uxlay olmadim. Men xurafiy bo'lmasammi, ko'p qism kishilarga o'xshash ba'zida tushga ishinib qolatdim. Shu kechisimi men tushimni o'ylab, enimga biror baxtsizlik kelib qolarmi deb ansiradim. Enim shu chaqda xotin noilik qo'l sanoat birlashmasida ishlaydi. Aradan 1-2 kun o'tmay yurtimiz Yapchandan bir kadr 2 soqchini boshlab yetib keldi. Ular elib kelgan aloqa sotsialistik ta'lim-tarbiya xizmati davomida Talib hojimning tarkibi to'rdan tushib qolgan pomishchik deb ayrildi. Ozodlik qarpisida enim Turdi Talib 18 yosh kirgan edi. Shunga uning tarkibimi pomishchik deb ayrildi. To'rdan tushib qolgan pomishchik Turdi Talib yurtimizga qaytib kelib, proletariatning diktatorsini qabul qilish kerak degan mazmunda edi. Men kichkimdilla uydan chiqib ketib, turmushliq bo'lganligim uchun mening tarkibim pomishchik hesaplanmasimi? Shu yillarda oila kelib chiqishining pomishchik bo'lishla bir odamni nobud qilib etalaydi. Mengu mayli. Mush ay, mush kunlarda pomishchik qalpiqini kiyib yurtqa mayasal aniq emaskan xat o'chirilib ketib qopti. Mengu mayli. Mush ay, mush kunlarda pomishchik qalpiqini kiyib yurtqa yalab elib ketilsa, enim nima kunlarni ko'ra? Enimga har qancha ichim og'irsimi, ko'z yesh qilishdan boshqa hech qanday amalim yo'q edi. Men kechalab enimning kiyim-kechak, yotgan ko'rpalarini tayyorlab, qo'liga oz to'la pul berdim. Elib ketgili kelganlarga yelinib turib, yaxshiroq qarab qo'yishni topaladim. Atsi saharda enim oddiygina yuk taqisini yudib, soqchilarning oldiga tushib, hayot manzillarining tikan, chatqonliq ochiq yo'llariga yurib ketdi. Men yig'lab qizirib ketgan ko'zlarimni muzdek suvda yuyib, chandurmagan qiyofatda xizmatimni davomlashtirdim. Ammo kishilarning muomalasidagi allaqanday o'zgarishlardan, kuskus gaplardan ko'nglim bir qismi bo'ladi. Men yaxshi kunlarimning uzoqqa bormaydiganligini sezganda qilatdim. Yezib mushqurlarga kelganimda, quloq tuvimda iqin suvning shildirlishidek, mayin shamolning shivirlishidek anglanib turdigan ilhom baxsh sada üzülüp qalgandek.
Apam u olamda turib, fani olamdagi ishlarga qayta nazar tashlab, cho'nqur xiyollar ichida sukutga patgandek. Qalbidagi giralishib ketgan his tuyg'ularni ifodalashga ojizlik qilayotgandek bilindi. Qog'oz ustida shirildab harakatlanayotgan qalamimmi eg'irlashib qolgandek bo'ldi. Darvaqa, insoniyat tarixining 20-asrdagi ashu favqulodda yillari 1960-yillarning o'ttirisidan 1970-yillarning o'ttirisigacha bo'lgan 10 yil jarayonida Jungo zaminida yuz bergan o'zgarishlar va ajoyib voqealar oldida har qanday tarixchi sukutga patmay, har qanday qalamkash tengirqmay qolmaydi. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, mening vazifam ashu hayvatlik iqinning girbekidagi yolg'iz oyoq izlarini, ashundaq tarixiy o'zgarishlar tufayli opamning hayot yo'lida paydo bo'lgan davolg'ush, agri to'qayliqlarni aynan yo'rtib berishdan iborat. Qalbimdagi ashu ilhom baxsh sadoni izlab, yana bir qitim tarix to'niliga shikirlab kirdim. Esimda qilishicha, u 1966-yilining illiq ammo tensiz bahori edi. Uyimizning oldidagi ko'l bo'yida o'rik, olma chechaklari hüppida ichilib ketgan edi. Uy oldidan so'zilgan targ'ina semot yo'lning o'ng tarafida keng bir parcha qizilgullik bo'lib, qizilgullar toza, tövlab, oynib, yop-yeshil tusga kirgan edi. Gullikning chetida derazlari uyimizga qarab turadigan apchiligina 2 qavatlik oppoq imorat qad ko'targan bo'lib, atrofdagi Sovet fasondagi koni uylar orasida alohida ko'zga tashlanib turadi. Uningda doimla aldirash yuradigan katiblar, chiroyliq mashinist qizlar ishlaydi. Aytishlar qaraganda, vali mahkamasining bu qurasi aslida bir cho'ng boyning beg'i bo'lib, ozodlikdan keyin bo'libmi Po'lat tavlash yillarida nurg'un mevalik, mevsiz daraxtlar kesilib ketgan ekan. Shundaqdimi bu qo'ru yanala o'z saltanatini yo'qotmagan edi. Yo'llarning ikki tarafida ko'lrang ishxona binolarning atrofida yo'pirmoqlarini to'pi bosgan qiyri daraxtlar ulug'vor sukut ichida tizilib turishadi. Atyoz faslida mevalik daraxtlarning chechaklari bilan gullar birlashib, go'yo tutash ketgan gul dunyosini hosil qiladi. Qo'yuq qora chochlarini kayniga turib olgan, oq shiraqdan ko'nglak kiyib olgan opam har kuni daraxtlar orasidagi ashu yo'ldan ba'zida xo'shal, ba'zida g'amkin chiqib keladi. Ba'zida u mening ko'zimga shundoq g'amkin, yakka yegona ko'rinib ketadi. Bundaq kunlari u mehmonxonaning eshigini taqab, soatlab chiqmay o'ltiradi. Uning ko'nglidagi gaplarni aytadigan hech kimi yo'q edi. U davomliq uyqusizlikning dardini tortadi. Biz gerçi kichik bo'lsaqmi, opamizning kunining oson emasligini his qilatdik va putimizning uchida mengib pichirlab so'zlashib, uning aromini buzmaslikka tirishdik. U xo'shal kelgan kunlari bizmi xo'shal bo'lib, sho'xliqlarimizni chiqarishga boshlaydik. Yakshanba kunlari saharda opam qo'liga qaychi elib elib, qizil gullikdagi gupildab turib, o'tdak yelinjab turgan namxush gullardan bir dasta kesib keladi va uni lo'nqaga chilab qo'yadi. Mundaq kunlarda uyimiz bayram tusiga kirib qoladi. Shu topda men opamning ustal oldida yangi chilab qo'yilgan gullarga qarab, xiyol surib o'ltirganini ko'rgandek bo'ldim. Quloq tubimda yana uning ovozi yangrashga boshladi. Dastlabda bu ovoz nihoyatda yiroqdan kelayotgandek tutuq, uzuk edi.
Бара-бара xuddi taram sularning yig'ilishidan hosil bo'lgan iqindin birdinla agri-bugri jiralar orasidan yo'l tepib shirildab eqishga boshlagandek ravon va ochiqlashdi. U ovozga hasrat, o'kinish, amalsizlik va til bilan tasvirligisiz nurg'un hissiyotlar singan edi. O yıllarda qorodagi balalar atidan kashkicha qo'llariga o'yinchoq, miltiq elib so'qish o'yini o'ynashatdi. Ularni qo'g'labmi, tillabmi bu o'yindan bazdirgili bo'lmaydi. Uyimizdagi bola boquvchi ayol doim qozonning qaynishiga, balangning o'ynishiga baq deydigan gap bor. Balalarning so'qish o'yinishi zodi yaxshilikdan emas, deydi. Men bundaq gaplarni sukut ichida anglaydim va gap so'z qilmaydim. O mezgillarda ehtiyotsizlikdan qilingan biror eg'iz gap, kichikina biror ishmi yerda qolmaydi. Oila ayollari, bola boquvchilar maktab bolalaridan tortib hamma odamning sinipi kurash ingi va sezgurligi chekiga yetgan edi. Ayoli erini, akisi ukisini, bolasi dadasini pash qiladigan ishlar odatdagi muqarrar ishga aylanib ketgan edi. Yangi kiyim kiyish, yaxshiroq yeyish, uy yasash degandek ishlarning hammasi burjuaziyacha chirik istil hisoblanadi. Yamoq tushgan, o'ngib ketgan koni kiyimlar kishilarning nazaridagi eng chiroyli kiyim edi. Balalarga yangi kiyim elib bersak, qasdan suvga selib, purlashtirib, yamoq soldirib, ondan kiyatdi va ashu yamoqdan qahramon medalidan faxrlangandek faxrlanib yuradi. Ashu yillarda hadislar burjua ideyasi ig'ir, uy yasaydi, yasinib yuriydi degandek tanqidlarni anglaydim. Amaliyotda o'ltirdig'inim oshxonasi bilan qo'shganda 3 eg'iz uy bo'lib, bir eg'izi mehmonxona, bir eg'izi bolalarimning uyi edi. Bolalarimning uyida cho'ng taxtay karvat, yotgan ko'rpa, bolalarim dars tayyorlaydigan kichik shira va bir qo'ng'iroqliq soatdan boshqa tilga olg'udak narsa yo'q edi. Mehmonxonamda yerda va tomda bir parchadan gelam bo'lgandan sirt bir sim karavat, idordan bergan 2 kishilik divan shu yillarda hammala uylarda uchraydigan Sovet ittifoqida yasalgan yo'lanchuklik o'rindiqdan bir nechisi bor edi. Uyimda alohida ko'rindig'ini Beijingda Markaziy partiya maktabida o'qiyotgan chig'imda Jungo Sovet do'stligi magazinidan setib olgan yipak to'rparda bilan tamdagi dangliq usulchi Aytulla Qosimning uzum uzish usulini o'ynayotgan surati bo'lsa kerak. Bir 1965 yilning oxirlariga borganda men yerdagi ham tomdagi gelamni, to'r pardalarni, Aytullaning suratini elib etdim. İdarning devorlarini qaytirib berdim. Uchamga kiydiganim shu chaqlarda moda bo'lgan daka chitko'nglak. Beshimga ortadiganim oddiy gaz yog'liq edi. Para, so'g'i salom berish, elish deganlar u chaqda umumiy xalq, jumladan rahbariy kadrlarmi nafratlanadigan jirginishlik ish hisoblanganlikdan boshqalarga har qancha ish qilib bersakmi qilcha minnat tamada bo'lmaydi. Oddiy sodda, ammo pak turmushimizdan qanoat hosil qiladi. Balalarimmi kiyim-kechak, yurish-turishda boshqa balalardan farqlanmaydi. Ya'ni kelib hammasi degudek o'rganishda a'lochilardan edi. Andasanda balalarimning o'qituvchilarini
Öyge təklif qilib, balalarimning o'qishi to'g'risida suhbatlashganimda, ular balalarimni chin ko'nglidan maqtashatdi, ham mening bola tarbiyalash usulimga bo'lgan qoyilligini bildiratdi. Amaliyotda bo'lsa, men balalarimga umumiy jihatda talabchanroq bo'lgandan boshqa ularning o'rganishiga haydakchilik qilib yurmaydim, ham ular bilan davomli billama bo'lmaydim. Demasimi, ashu ay, ashu kunlarda ko'ngilni parakanda qiladigan ishlar az emas edi. Bir 1967 yılı atiyazda ishik oldimizdagi qizil gullik buzib etilib, uning o'rniga ko'ktat terilgan edi. Isyonchilar uyimizning udulidagi oq binoni egillab, tomlarini qalaymaqan shuar rasmlar bilan to'ldirgan edi. Vari mahkamasining ichi teshi, tom va dal daraxtlargacha cho'ng xatlik gez bilan purkalgan bo'lib, ularning ichida manga qartilganlarimi az emas edi. Hammasidala manga pomishchik unsur, Gomindang rayonluq firqasining sekretari, Gomindangning qaldiqi degandek yo'g'on qalpoqlar kiydirilgan. Ba'zilarga hajviy rasmlarim sızılgan edi. Tunji qitim viloyat bo'yicha ichilgan cho'ng pipan yig'inida viloyatdagi hamma rahbariy kadr degidek tartib chiqirilib, kurash pipan qilindiq. Keyin ommaviy tashkilotlar xalqini tartib opirib, kunlab turg'izib qo'yish, kurash pipan qiladigan bo'ldi. Bundaq pipan yig'inlari egiz qalpoq kiydirish, taxta esish, qo'lini qayirib bosh egdirish, haqoratlash bilan cheklanmaydi. Hayajonlangan isyonchilar qizg'inligini bosolmay urib qo'yilgan ishlarmi ko'p uchraydi. Bir kun kechda shundoq pipan yig'inlarining birida tayoq yeb kelib, holsizlanib yotsam, idoramizning ma'rif bo'limidagi bir pishqadam Xanzu kadr uyimga kirib keldi. U menga isyonchilar sizni bundoq kurash qilaversa, hayatınızın saqlab qalalmasligingiz mumkin. Xotan, chatyer, odamlar qaramroq. Meningcha siz Beijingga berib, Jo'lay Zonglayga o'z ahvolingizni ham bu yerda yuz berayotgan ishlarni ayting. Angacha bu shamolmi o'tib ketadi, dedi. Ham yerda huquqdorlarni tutib olsa, Beijingga qandoq boraman? Bolalarimni kimga tashlab ketaman? Balalaringizning cho'nglari 14-15 yoshlarga kirib qoldi. Bir-biridan xabar ola oladi. Qolganiga bizmi yoshirinch qarab qo'yamiz. Qatnash masalasini men o'ylashdim. Bingtuanda sho'pirlik qiladigan bir necha yurtdoshim bor. Ular Daxiyanga paxta to'shaydi. Sizni shular alg'ash ketib, poyezdga selib qo'ydi, dedi. O'ngchillikqa qarshi turish harakatida tövanga tushirilib, xotanga kelib qolgan kishilarga aralashmay az gap qilib, hamma ishlarga sirtdan nazar selib yuradigan bu odam ilgari mening ko'zimga bek sirliq ko'rinadi. Butun jahon menga ta'tir qarab atgan. Hatto bag'rimni yerib chiqqan bolalarimmi menga gumon bilan qaraydigan bo'lib qolgan shu kunlarda bu koni o'ngchi menga dunyodagi birdan-bir rahimdil odamdek to'yildi. Men bir necha kun o'ylanib, oxiri uning maslahatini to'g'ri topdim. Bir kun kechida belgilangan soatda men qatnash bekitiga berib, heliqi paxta mashinalarini topdim. Angacha mashinlarning sho'pirlari paydo bo'ldi. Bir mashinaning ko'zipiga tizilgan paxta toylarining eng o'tirsidagi toylar elib etilgan bo'lib, bo'sh yerga kona harbiycha juva tashlab qo'yilgan edi. Men ashu yerga kirib o'ltirdim. To'rt atrofim, bosh ustim paxta toylari bilan to'sib etildi. Mashinlar yo'lga chiqdi. Mashinlar ko'pincha chat, kichik bekatlarda to'xtaydi.
Şoförlar tamaqını yep bolgandan keyin mangamo bir qacha tamaq elib elib, odamsiz jangalga kelganda mashinani to'xtatib, manga sunib berishadi. Men keçileri mashina to'xtaganda yerga tushib, ancha-muncha put-qo'llarimni harakatlantirib olatdim. Kunduzlari bo'lsa, tarat qistisimi chidab o'ltiratdim. Uning ustiga bu 6-oy mezgili bo'lib, janubning issiqiga gap ketmaydi. Targ'ina qisilchaq ichida men xuddi to'nurda o'ltirgandek o'ltiratdim. Benzin puraqi, xam teri puraqi va yana qandaqdir bir xil puroqlar mashinaning to'xtamay vingildab turgan ovozi bilan qo'shilib, beshimni aylantirib etadi. Uxlay desam, ko'zimga uyqu kelmaydi. Mening yo'qligimni bilsa, ommaviy tashkilotning odamlari bolalarimni qiynarmi? Bolalarim jafo tortib qolarmi? Cho'nglarg'u maktabda jon baqalaydi. Ukullarni qandoq qilar? Yoki qaytib ketib, nima ko'rsam, bolalarim bilan tan ko'raymi? Degandek ziddiyatlik xiyollar qaynimida goh cho'kib, goh laylaydim. Bir necha qitim şoförlarga men tushib qolay, meni xotin tarafga mangadigan mashinaga selib qo'yinglar demoqchimi bo'ldim. Altıncı kuniga kelganda bu mushaqqatlik safar oyoqlashib, kashda Daxiyan vokzaliga yetib keldik. Mashinadan tushishimgila şoförlar qo'limga poyezd beltini tutqizib, poyezdga selib qo'ydi. Qattiq o'rindiqda vagon manga ajoyib rahat belindi. Ilgari men poyezdning yumshoq karbatliq vagonlarida yoki aeroplanlarda o'ltirib safar qilgandimi, bunchalik huzur his qilib baxmagan edim. Men Beijingda 4-5 ay turib, Zongli ishxonasi nomidan yezib berilgan alam kurish qilmaslik, kadrlarning hayoti bexatarligiga kapolat qilish kerak degan mazmundagi xatni elib, 12-oyda Ürümchiga qaytib keldim. Men Beijingda musafir bo'lib yurgan chog'larimda, ayni chog'da Millatlar institutida pianino kasbida o'qiyotgan Tumaris, Markaziy televiziya stansiyasining turkcha dektori Tursunay Soqim, tadqiqotchi Amina G'appar qatorliq Şinjanlik kadrlar va o'quvchilarning xolis insoniy yordamiga erishgan edi. Ürümchiga kelib, Şinjan universitetiga o'rinlashgandan keyin texmi ko'p kishilarning yordamiga erishdim. Xotandagi uyimning bulang-talang qilinib, bolalarimning idordan qo'g'lab chiqarilganligi, Xotandagi ommaviy tashkilotlar orasida keskin jang bo'lib, nurg'un yosh bolalarning o'lib ketayotganligi to'g'risidagi xabarlarni anglab, bolalarimdan g'am qilib yurgan kunlarda Hava armiyasining Şinjandagi qismining rahbarlari alam ko'rishining istudaklari o'q va bomba orsidan bolalarimni aeroplan bilan Ürümchiga elib keldi. Biz bir oila kishilari Şinjan universiteti Jungo adabiyoti fakultetining bir eg'izliq yotoqida jam bo'ldik. Shanba, yakshanba kunlari ayni chog'dagi biologiya fakultetining o'qituvchisi Abbas Burhan bilan uning ayoli universitet doktorxonasining doktori Mariya hammamizni qo'shib uyiga opirib mehmon qiladi. Abbas dadam bilan Mariya opamning ismi chiqib qolgan tajabbur xil bo'lib qoldim. Rahmatliklarning u dunyolig'i nurlar ichida bo'lsin. Haqiqatan Abbas dadam bilan Mariya opamla ajoyib mehmondo'st esil kishilar edi.
Davamlaştıraylı. O'quvchilar oshxonasining zapxozi Abdubaqi Hamid bizga o'quvchilar oshxonasining tamoq biletlarini va duxovka nonlarini elib kelib beradi. Bizga tuqqan keladigan kam so'z, ammo oq ko'ngil bu odam bilan uning ayolimi shu oy shu kunlarda bizga ko'p yordam qilgan edi. Balalarimning so'zlab berishicha, isyonchi tashkilotlar o'tirsidagi ziddiyat, urush jadal kuchaygan kunlarda uyimizning uduldagi oq binoga o'rinlashib olgan isyonchilar har kuni uyimizga xish kesak etib, eshik derazlarni chiqib etibdi. Balalarimningmi bosh ko'zi yorilinibdi. Uyda davomli tura olmaydiganligiga ko'z yetgan balalar bir kechasi maslahatlashib, oshxona uyini ko'lab, uyimizdagi eng chiroyli 3 parcha gilamni, mushuk eyiq markalik radioni. U yillarda radio nihoyatda qimmatli narsa hisoblanadi. Mening soknar tashliq bulg'un juvamni ham o'zlari intayin e'tiborlaydigan qo'ng'iroq soatni bir yung adyalga yo'gab ko'mibdi. Ko'ligan yerning qishlarini aslidagidek tizib, ustiga o'tin dövilab qo'yibdi. Atsi saharda cho'ng 2 balam uyning kaynidagi tomdan ortilib tushib, viloyatlik 1-o'tir maktabdan bir qo'l harvisini elib, bir necha qiz o'g'il saboqdoshlarini boshlab keldi. Saboqdoshlari tomning orqasida saqlab turibdi. Balalarim uydan chamadan, gilam, yotgan ko'rplarni elib chiqib, tomdan irg'itib tashlag'il turibdi. Angacha udul binodagi isyonchilar uyg'onib, tosh kesak ragatga etishni boshlabdi. Ular amalsiz jonlarini elib kechibdi. Uy bo'lsa, eshik derazlari hong'irqay ochiq pet qapti. Shu oqshimi ular yaxshi niyatli kishilarning maslahati bo'yicha gilam yung adyalni sirtda o'ltirishliq bir tarjimonning uyiga olib qo'yibdi. Keyin o'zlari yana bir qitim o'g'irliqchi tomdan ortilib tushib, uydan 1-2 qurdan kiyim-kechak va yotgan ko'rpalarni elib chiqib, dastlabda naqshchi Salomat xonimning qo'rosida uy ijara elib o'ltiribdi. Keyin yana bir ishchining qo'rosida 1-o'tir maktabning oldidagi bir dehqonning qo'rosida o'ltiribdi. Uy egalari balalarimga ish og'irtsimi, huquqlarning balalarga uy berding degan gunohga qilishdan qo'rqadi ekan. Oxiri balalarim amalsiz viloyatlik 1-o'tir maktabda panohlanibdi. Cho'ng 2 qizim popayka to'qib, rashiliya ishlab, ancha-muncha pul tepib, o'zlarining va ukalarining parcha-purat xarajatining ho'dasidan chiqibdi. Balalarimning bir muncha qiz, o'g'il saboqdoshlari ularga har jihatdan yordam qilibdi. Ularni qo'qtabdi. Tamoq beliti yig'ib berib, ularni tamoq bilan ta'minlabdi. Viloyatlik 1-o'tir maktabning orqasidagi bo'stonliq ko'chada uylarning tomlari oppoq oqartilib, eshik derazlari havorang sirlangan chiroyli ham pokiz bir qo'ro bor edi. Bu qo'roda ayni yillardagi shaharlik kutubxonaning kitob boshqaruvchisi G'azaxon bilan uning tatar ayoli turadi. Ularning qizi qizlarim bilan bir maktabda o'qiydigan bo'lib, xizmatdagi 2 o'g'li tortib chiqarib qo'yilgan edi. O'qimishliq, ko'pni ko'rgan, jamiyatdagi ishlarga nisbatan mustaqil qarashga ega G'azaxon bilan uning ayoli balalarimning ahvolidan xabar tepib, ularga esdoshlik va yordam qildi. Balalarim doim ularning uyiga kirib chiqadigan, ba'zi ishlarda G'azaxondan maslahat so'raydigan bo'ldi. Ular Urumchiga menish oldida aerodromga borgacha qarshi taraf tashkilotdagilarning to'ni velishidan saqlanish uchun
G'azaxun oilasidagilar ularning kiyimlarini yangiishlatib, boshqacha yasandırıp yo'lga sapdi. Saboqdoshlari ularni aerodromga ayrim-ayrim apirib qo'yibdi. Ular aeroplanga chiqish oldida maktabdagi bir saboqdoshi aldirash tenash kelib, ularga bir tuganchakni topshirib, G'azaxun oilasidagilarning salamini yetkazibdi. Aslida men balalarimga yomon kunlarda ishiltish uchun 1000 yuandan ko'proq pul cheki, bir necha tilla va oltin uzuk, halqa qatorliq narsalarni qoldirgan edim. Balalarim bu narsalarni ishlatmay, kichik singlisining chopinining ichiga tikib saqlabdi va bara-bara bu ish asrdan ko'tarilib ketibdi. Aerodromga menish oldida kichik qizim G'azaxunning qizi bilan kiyim almashtirgan ekan. Keyin u qizchaq chapan ichida qattiq narsalarning borligini sezib, sökib baqsa, heliqi tugunchak chiqibdi. Qizchaq tugunchakni ota-onasiga ko'rsatibdi. Bu oliyjanob odamlar shu hamon uni o'z peti bolalarimga avatib beribdi. Shundoq nachar kunlardimi odam oliyjanob bo'lsa, shundoq bo'ldi-da mana. Uning aksicha, heliqi tarjimon sizlar elib kirgan gelamni o'g'ri elib chiqib ketdi deb balalarimga uyning burjikidagi bir to'shikni ko'rsatib qo'yibdi. Bola boqquchi ayol bo'lsa, o'ljiga ketibdi. Uning bola chaqalari sizlar elib kirib qo'ygan ikki chamadonni isyonchilar kirib bo'lab ketdi debdi. Balalarim ko'mgan narsalarchi. Ular saq turganmidi? Men Xotan vali mahkamasidagi yaxshi o'tishgan kishilarga xat yozib, ulardan yordam so'radim. Uzoq o'tmay ulardan javob keldi. Balalarim uydan chiqib ketib, bir necha kunga qolmay uyimiz quruqdilinib qoldi. Keyin ommaviy tashkilotlar huquq talishib, o'zaro qurolliq jang qilishganda jasadlarni qo'yadigan yer yo'q. Aşı uyga elib kirib qo'yibdi. Jasadlarni yerlikka qo'yadigan chaqda oshxonaga akirib, yuyib, suyini yerga to'kib beribdi. Vali mahkamasidagilar mening xatimni topshirib olgandan keyin bir oqshimi u uyga kirib, oshxonani ko'lab, ko'milgan narsalarni elib qarsa, hamma narsa namlashib, chirib, parcha-parcha bo'lib ketgan ekan. Çıraylık sayrap ketiyotdi ana. Жегерме нәче yıllık öy bisatimning vayron bo'lganligi meni echindirdi. Bo'libmi onun içideki dadamdan qalgan neçe yürüş misleyen, cimbillerge içim etişti. Lekin aldımda qatarı çoğ bolup atkan töt balamni oyluğudumda o nersiler közümge görünmey qalatdı. Balalarım saq salamet qaldı o, men mu aman? Dep körgen künümge şükür qılattım. Әтияз кіріп, hava иллеші bilenla, bir qara maşinining kozupida balalarim bilen Qashqarga qarab yo'lga chiqdik. U shakar basqan mashina edi. Bir xaltining yirtilgan yeridan to'xtamay shakar to'kilatdi. Mashindagilar shakarni to'la yeb, shakardan chiqib ketgan edi. Qashqarda tuqqanlarning yanida bir necha oy turdik. Balalarim baldırroq Xotanga qaytdi. Men 1968-yil kuzda qaytdim. Kira avtobusidan tushishim bilanla isyonchilar bo'ynimga 50 jinglik to'mir taxta esib ko'cha aylandirdi. Shu oqshimisilar
Xotan viloyatlik Jexi idorasining tutib turish o'rniga qamab qo'yildi. Dastlabda ayrim bir kamerga qamidi. Dastlabki kunlari saqchi nazoratchilarning alpoziga qarab, meni helili ilib chiqib etibitidigan o'xshaydi deb o'yladim. 3-kuni saqchilar bir yo'gam yotqan ko'rpini oldimga tashlab, "Yotqan ko'rpangni ko'tir, boshqa kameraga yo'tkaymiz" dedi. Qarasam, o'zimning ilgari uyda ishlatgan narsalarim ekan. Ularni ko'rib, demak, hozircha meni otmaydi ekan deb o'ylab, bek xo'sh bo'ldim. Hayot ne kadar qimmatli ha? Qorong'u kamerda yashasangmi, odamsiz cho'l bayovanda yoki necha 100 metr yer ostida yashasangmi, yurakingning gupildab so'qib turgani, nafas ilib, tafakkur qilib, shodlanib yoki qayg'urib turguningning o'zi g'aliba emasmi? Ana shundoq xo'shallik ichida yangi kamerga qadam qo'ydim. Targ'ini uyda chiroyi tamdek tatarg'an. Har millat, har xil yoshdagi 5 ayol menga hissiyotsiz nazarda qarab o'ltirishadi. Ularning semot ustiga solgan o'rinlari eshik oldidagi tarat to'nining yediga qadar so'zilgan edi. Nazoratchi o'rninglarni surib, mavnunga azroq yer chiqib beringlar deb buyruq berib qo'yib, eshikni jaldaqshitib etib chiqib ketdi. Ayollar mit qilib qo'ymay, beshimdan oyog'imga qadar dushmanlik nazarda qarab o'ltirishadi. Menga azroq yer chiqib bersanglar, o'rnimni selib olsam, dedim. Ular bir-biriga qarab qo'yib, yana mit qilmadi. İkinci qitim eg'iz echishimga 5 ayol yupurilib kelib, meni urishga boshladi. Ular xuddi o'chini ochiqini chiqara olmay turgandek, ularning mushu yerda yetishiga men sababchidek bor kuchi bilan uradi. "Odam bormi? Qutuldiringlar." Men darvozani jaldaqshitib tovladim. Nazoratchi yiqilishiga ayollar darhol joyiga berib o'ltirib oldi. Nazoratchi eshik yochqidan qarab qo'yib ketib qoldi. Men yo'gaklik yotgan ko'rpamning ustiga o'zimni tashlab o'ltirdim. Ömrümdə tunji qitim ayol kishidan, yana kelib mundaq ayollardan tayoq yeyish qattiq har kelgan bo'lsa-mu, bütün g'ayratimni yig'ib, ularga ko'z yeshimni ko'rsatmadim. Ishimda qo'rqib tursam-mu, ular birni desa, ikkini deb zakon bilan hayba qilib turdi. Bu ahvol bir necha kun davomlashdi. O'rnim tarat to'nining yanida bo'lganligi uchun yotgan ko'rpilarimga tarat eqib ketadi. Kechisi sesiqchilikdan uxlay olmaydim. Bundaq chaqlarda eshikni jaldaqshitib urib, "Men gunohsiz, meni nemishqa bu yerga solab qo'ysizlar? Meni qo'yib beringlar. Chiqib bolalarimni baqqala qo'yinglar. Ularning mendan boshqa hech nimasi yo'q" deb to'g'laydim. Bir kuni 50 yoshlardagi Xanzo ayol mendan "Necha bolang bor?" deb so'rab qoldi. "4 bolam bor." "Bolalaringning dadisi shu?" Bola to'g'risidagi parangning boshlanishi bilan ular bilan mening o'tiramdagi ko'zga ko'rinmas to'siq g'oyib bo'lib, hammamiz ayollik aslimizga yongandek bo'ldi. Mungdushib ishqarnimizni to'kishdik. Cho'ng yoshlik ayol Shanganga qochmoqchi bo'lib tutilib qolgan ekan. Yoshroq Xanzo ayol bilan ikki Uyg'ur cho'kan erini o'ltirganlik jinoyati bilan qo'lga ilingan ekan. Yana bir Xanzo ayol o't qo'ygan va yana qandaqdir boshqa jinoyatlar bilan tutilgan ekan.
Asit, mening çöçürdek 3 balam var edi. Şu ballarımni bir köyrü verip etilip kessem, armanım yok edi. Çıraylık yaş çokanның yığısı bilen ularның hemmesi yığılışıp ketdi. Medeniyet inqilabının aldıda bir harbiyge buzulup, eriге zahar berip, öldürüp koygan bir çokanның hikayesi Xotenge pürketken edi. O hikaye muşu çokanның hikayesi iken. Ayal degen şundaq narsa. O başka hemme nimeden keçişi mümkün, lekin bolalardan keçalmaydı. Balam devatkan çığıda her qancha taş yürek ayalnыңmı jüreki su bulup akıdı. Şuna bala haqqadaki parang ularni asalla bir yerge elip kelalaydı. Şunundan keyin ular maňa bir kişilik orun çıqırıp berdi ve maňa yaxşı muamele qıladigan boldu. Mening revmatizm kesilim bar edi. Türmede gün körmey, soğuk semut yerde uzak yatqanlıqdan putqollarim ağrıp, nihayetde qiynalatdım. Ular maňa iç ağırtıp, putqollarimni tutup qoyatdı. Hanzo ayal işkirdeki türmelerde her günü aptapsınğalı elip çıqatdı. Dep işkirning paranglarini qilib beratdi. Menmu ularga layiqada tasalli ve terbiye beratdim. Xoş, bugün müşagiçe okup beray. Yana bir bölüm kaldı, yana 10 neçe bet kaldı. Keler qitimliq kitap okuş programımızda okup tamamlayımız. Xudayım buyursa. Tövende diqqatinglar sasfida men tartqan qisqa ko'rinishlarda bo'lsin. Aman bo'layli. Xayr xo'sh. Iğra mazmuni. Adam mana kunmi o'ltirib bo'pti. Valla bayatın beri şipir qilgan. Ko'ratamsizlar mani? Hey! Xalida apimizning asri sizlarga yarabdi-da, ha? Jim turatamsizlar, ayad yana birsi. Ayad yetibdi texi. O'tin. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Bitta meni xo'sh qilib etdinglar. Meni xo'sh qilib etdinglar. Wow. Mana mushundaqda. Men mukofot berdinglarmi? Rahmatchim sizlarga. Ana. Sel pastdan tassam yaxshi tatib ekanman seni. Yani biraz tatib elib ketdimi araming qo'yma seni. Yaxshimi? Ha? Ijil chiroyli ekansan. Xayr xo'sh. Araming qo'yay seni, ha? Ola, adam xo'sh qilibdi-da mushtaq mukofot. Tabiatning mukofoti.
Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetining hurmatli mushtarlari. Munbirimizga yangi kelgan anglarmanlar, ko'rarmanlar. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Sasfe degan tog'liq kentning 3500 metr egizlikdagi bir cho'qqisida. Bu go'zalliklarni ko'rib odam qonmaydi-ku, ha? O'tgan qitimliq kitob o'qish programmamizda Sasfedagi manzillarni tatib, asarning oxiriga qo'shimcha qilib yo'llab qo'ygandim. Shuningdek yana biri takrorlay. Sasfe Shveysariyaning Vali rayonidagi alohida bir kent. Bu kentning dengiz yuzidan egizligi 1800 metrdan oshadi. Ammo mana shundoq 3500 metr egizlikka ikki qitim elektrlik kabin, bir qitim tog'ni kesib o'tadigan metroga o'tirib chiqqali bo'ladi. Ammo buningmi yana ustiga chiqib, toki 4000 metrgacha qartayilg'ili bo'ladi. Bu Sasve degan tog'liq kentda mana shundoq dengiz yuzidan egizligi 4000 metrdan oshadigan tog' cho'qqilarini mana shundoq bevosita ko'gil bo'ladi. Bo'libmi? Ayada ko'gil bo'lamdikin. Dom degan cho'qqaning egizligi 4545 metr. Mana odam robro degidek turib mundaq boshni ko'tarib emas, bevosita mundaq ko'rish bu cho'qqalarni odamga ajoyib bir ajoyib bir xil sirliq tuyuladi ekan, shunchalik bir haybatlik. Albatta bizning Tangri tog'larimizga, ko'nglim tog'larimizga qat'iy selishtirg'ili bo'lmaydi. Shuningdimi? Nima degan kasal. Ma'u ko'rayotganinglar dunyodagi eng egiz yerga joylashgan aylanma restoran. Ya'ni ichiga kirib, bir o'rindiqda o'tirib, bir çay içkəş, aylansanglar 1 saatdə bütün 360 gradus aylanıb ətrafdakı mənzərələrini kögülüb oladı. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Maqul əmsə qalğan mənzərələrini mən səl turub çanğa teyilğicə yana tatib toluqlab huzurunlarga sunuman. Pek güzel, pek güzel. Qarab koymayman qo'y. Xayrli bir kun bo'lsin. Şundan 500 metr egizlikdagi aylanma restoran. Mana. Sasfe.
Endi biraz dam oldiga vaqt keldi. Wow, ajoyib, ajoyib. Üstüdün 3500 metre egizlikten 1800 metrega tushdim. Endi yana üstüge qaytib chiqamiz. Mana shunday kabinlar bilan, elektrli kabinlar bilan. Wow. Hello. Dağ-tozmanlardan yetişiyotgan sular. Bak, inip ketdim.